2-4 yo'l bering belgisi. Ikkalasini ham ma'nosi yo'l berish. To'g'riga va o'ngga yuradigan bo'lsa, bitta chiziq, bitta liniya orqali o'tkazib yuboring. Shu holatda qo'lingizni ishlatib ham avtotest imtihonlarini bemalol choraxa bo'yicha yetsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, men Ilhomjon Jo'rayev. Avtotest imtihonlariga oxirgi yangi qo'shilgan savollarning birini ko'rib chiqamiz. Ushbu savol quyidagicha: choraxada transport vositalari o'tish navbatini ko'rsating. Ushbu choraxa tartibga solinmagan, teng ahamiyatga ega emas yo'llar kesishmasi. Bu joyda transport vositalarining o'tish navbatini sizlar uchun oddiy, tushunarli usulda tushuntirib beraman. Choraxa 3 ko'cha bo'ladimi, 4 ko'cha bo'ladimi? Doim ikkita asosiy yo'ldan topib olamiz. Doim 3 ko'chami, 4 ko'chami, 5 ko'chami, ya'ni ko'chalarning kesishmasi. Xo'p, doim nechtasini topib olamiz? Ikkitasini topib olamiz ekan. Birinchi asosiy yo'l mana 2-1 asosiy yo'l va ikkinchi asosiy yo'lni 2-1 da topib olamiz. Agar 7-13 harakat yo'nalishi o'zgartirgan bo'lsa, asosiy yo'l o'zgaradi. Agarda 7-13 qo'llanilmagan, faqat 2-1 belgisi o'rnatilgan bo'lsa, asosiy yo'l hop, uning qarshisida, ya'ni bo'ladi. Shu joydagi, ya'ni ro'parasida bo'ladi. Shu joydagi asosiy yo'l, asosiy yo'l. Yo'l beringdagilar qo'limiz bilan yopib olamiz mana. Choraxada o'tish navbatini so'rasa. Hop, mana yopib oldik, bir necha velosiped. Hop, keyingi holatda nimalarni topib olamiz? Asosiy yo'ldagilar o'tib ketdi deb yana yashirib olamiz. Qo'limizni qolyapti qizil bilan oq avtomobil. Shu joyda misol uchun 2-5 stop to'xtamasdan harakatlanish taqiqlaydi va 2-4 yo'l bering belgisi. Ikkalasini ham ma'nosi yo'l berish. Bu joyda qaysi transport vositasi o'tish kerak? Demak, ikkalasi ham teng ahamiyatli holatda turibdi. Bu joyda ikkalasi ham teng vaqtda harakatlanadi. Sizga yana bir zo'r signal so'z. Agar transport vositasi to'g'riga va o'ngga yuradigan bo'lsa, bitta chiziq, bitta liniya orqali o'tkazib yuboring. 1. Agar chapga yuradigan bo'lsa yoki qayrilib olmoqchi bo'lsa, bir choraxaga chiqadi, ikkinchisi chapga yoki ikkinchisi qayrilib oladi degan bo'lsangiz, mana harakatlanganda, choraxaga chiqqanda o'ngdan kelayotgan oqni o'tkazib yuboradi. Shu holatda transport vositalari choraxada o'tish navbatini ko'rsating degan bo'lsa, birinchi o'rinda velosiped, ikkinchi o'rinda mana oq, oxirgi bo'lib qizil o'tadi. Shu holatda qo'lingizni ishlatib ham avtotest imtihonlarini bemalol choraxa bo'yicha yetsangiz bo'ladi. Hop, ko'pchilik o'ylaydi, bu joyda 2-1 asosiy yo'l, 2-4 yo'l bering, 2-5 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi. 2-4 belgisi 2-5 dan oldin harakatlanadi deb, ya'ni 2-4 oldin keladi, birinchi yurib oladi deb xato belgilashib qo'yadi. Shu holatga ham ahamiyat berib qo'yamiz. Shunga o'xshab yoki shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.